16. savol. Shahadat kalimasining islomdagi o'rni qandoq? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol javoblar kitobidan İslam asoslari bobidan 16. savol. Shahadat kalimasining islomdagi o'rni qandoq degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonir. Shahadat kalimasining islomdagi o'rni qandoq? Javob: bende islom diniga faqat shu shahadat kalimasi bilanla kira oladi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Sura Nur 62. oyatining bir qismida shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. İnnemal mu'minuna allazina amanu billahi ve rasulihi. Tercümesi: Allah'a ve onun peygamberiga iman etgan kişiler kamil müminlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: men kişiler bilen hatta ki ula bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilahның yo'qligiga, Muhammed aleyhisselamның Allah'ның elçisi ekanligiga guvohlik berganga qadar urush qilishga buyurildim. Bu hadisni Buxoriy ve Muslim rivoyat qilgan. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol javoblar kitobidan İslam asoslari bobidan 16. savol. Shahadat kalimasining islomdagi o'rni qandoqning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.